hozir ofisimizdagilarga bitta savol beramiz, yutganlarga bitta sovg'amiz ham bor. Buning uchun faqat bitta narsa kerak bo'ladi, qiziqarliroq bo'lishi uchun. Sovg'a bor, nimani yeyish uchun sotib olamiz, lekin yemaymiz. Mana shu sotib olamiz, lekin yemaymiz. Ha, yemaymiz. Yeyish uchun sotib olamiz, lekin yemaymiz. Nimani yeyish uchun sotib olamiz, lekin yemaymiz. Lekin yemaymiz. Yutganga sovg'a bor. Qolcha sovg'a beraman. Yeyish uchun sotib olamiz, lekin yemaymiz. Qarang, marjona bitta savol. Yeyish uchun sotib olinadi, lekin yeyilmaydi. Nima bu? Topganga sovg'a bor. Kofe. Assalomu alaykum. Avval mumkinmi Saidbek? Qarang, bitta savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, bitta sovg'amiz bor. Yeyish uchun sotib olinadi, lekin yeyilmaydi. Nima bu? Bu savolning javobini topgan odamlarga OMSdan da bitta sovg'a ber. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Kommentariyaga bo'lmasam to'g'ri javob berganlarga bitta sovg'amiz bor.